Endi O'zbekistonda yangi urf-odat paydo bo'ldi. Ya'ni kelinlar kelin salonni tik turib emas, qaynonasiga endi tiz cho'kib ta'zim qiladi. Qatta qarasiz qaynadan shikoyat. Qaynamay o'l. Bekorga qayna deyilmagan ekan shekilida o'zi. Shu qaynaydi shekilida. To'g'ri, yaxshi qaynalar ham bor, keliniga ona deb munosabatda qilib bo'ladigan. Lekin kelinini ko'ra olmaydi, hayron qolasiz. O'g'lini uylashdan oldin o'zi 11 gacha uxlagan qayna, o'g'lini uylagandan keyin 4 da uyg'onib oladi, hayron. Hay, yotor. Bomdodingni uxlab yotor, 11 da uyg'on yotading-ku o'zi oldin. Shu chiqib olib qog'oz solib o'tiradi-da, shu daston solinmagan bo'lsa kayf qilib yuboradi. U nimaga hozir kelinni so'kadi u? Uchun rohat maranni ezish. Ijtimoiy tarmoqlarda noodatiy to'y haqiqiy bahsga aylanib ketdi. Ya'ni to'yda odatda kelin va kuyov birgalikda chiqishar edi, ammo bu to'yda kelin va kuyov emas, balki kuyov o'z onasi bilan birga chiqdi. Kelin esa alohida keyin chiqqan. Kuyovni esa sahnaga uning onasi, ya'ni kelinning qaynonasi birgalikda qo'lidan yetaklab olib chiqqan. Bu esa keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Balki bu yaxshi odatdir, balki bu yomon odatdir. Ko'pchilik esa kelin va kuyov birgalikda chiqadigan bo'lsa chiroyli bo'lar edi deydigan bo'lsa, ba'zilar mana haqiqiy o'g'il qanday bo'lishi kerak demoqda. Xo'sh, siz qanday fikrdasiz? Albatta fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Asmadım bir yakın, ayım bir